Barchangizni mana shu yerda sadoqat bilan Xudoni izlab, uning yo'lida uni so'zlari bilan yoki birodarlar bilan mulohaza qilishda, fikrlashda yoki mana shu guruhda ruhiy bir ma'lumot olishda chanqoqliklaringizni ko'rib biz doim xursand bo'lamiz. Bugungi siz bilan birgalikda o'rganmoqchi bo'lgan kalom bu kechirim haqida. A, Doim uyga kelgan vaqtimda mana shu uyda yonib turgan chiroqlarni, gaz svetlarni shu kelib o'chirib doim tayinlayman uydagilarga. Iltimos, o'chirib yuringlar, iltimos, suv mana bunaqa oqib turmasin. Mana shu chiroqlarni har kirganda yoki ishlatganda birdan o'chirishlaringizni so'rayman deb har gal 8 yildan beri aytaman. Biz mana shu kvartirada turamiz va shu 8 yil davomida baribir e'tiborsizlik qilib svetlar yonib qoladi, gazlar, suvlar ochilgan qoladi va bu narsani tushuntirish juda ham qiyin. Keyin o'tirib o'yladim, nima sababdan shuncha so'z, shuncha gap ularga unchalik ham tushunarsiz. Bilasizmi nima uchun? Sababi svet va gaz uchun to'lovlarni men to'layman. Farzandlarim yoki ayolim emas. Xuddi shunday insonlarni to'lovini ham Iso Masih to'lagan, siz emas. Shu sababdan Xudo har bir insonni har qanday qilgan ishini kechiringlar degan vaqtda u o'zining to'lovi bo'yicha o'lchaydi. Bizga esa bu ba'zan tushunarsiz bo'lib qoladi. Chunki u inson bunaqa qilgan, bu inson bunaqa qilgan, biz Xudoning bergan to'lovini to'laqonli tushuna olish qobiliyatiga unchalik ham bir qarashda ega emasdagimiz. Lekin kalom juda ham ko'p ta'kidlaydi. Biz asli gunohkorlarmiz. Bu juda ham qimmat to'lov edi va bu gunohkor insonni gunohdan olib chiqib uni muqaddas qilish bu Xudoga juda ham qimmatga tushdi. Har gal uyga kelib, bolalarimga, uydagilarga iltimos svetlarni o'chirib yuring degan vaqtda men mana shu narsalar uchun to'lov to'laganligimni va bu narsalar qancha qimmat turishi va bu uchun men juda ham ko'p ishlashim kerak ekanligini men yaxshi bilaman. Xuddi shunday Xudo sizlarga biron bir inson ayib qilganda, u nima qilganidan qat'iy nazar ular uni kechirishingizni so'ragan vaqtda Xudo ham eng avvalo o'zi tomonidan qilingan to'lovlarni hisobotini oladi. Xuddi men kabi. Shuning uchun ba'zan bizlarga bu to'lovlarni to'lagan Iso Masihning harakatlari unchalik ham tushunarsizdek. Arzimagan biron bir so'z, arzimagan biron bir xato bu bizlarni kechirimsizlikka va bizlarni biron bir inson haqidagi salbiy fikrlariga olib kelishni boshlaydi. Kechirimning eng yaxshi usuli bu kalomda agar qaraydigan bo'lsak, kalomda shunday so'zlar yozilgan. Xudo bizni qilgan ayb va gunohlarimizni o'zining hayolaridan butunlay va batamom o'chirib tashlashni va'da bergan. Bilasizmi? Yana bir guvohlik bor va shuni ham aytib o'tmoqchiman. Bir ayol doim jamoatga borar ekan, u chindan Isoni ko'rar ekan. Men Isoni ko'rdim yoki Xudo menga gapirdi, muqaddas ruh gapirdi degan ko'p odamlarga ham ishonavermayman. Kalom aytadi, ruhlarni sinovlardan o'tkazing deydi, chunki muqaddas ruh bu jamoatning shakllanishi, jamoatning birligi va jamoatning ruhan ko'tarilishi uchun gapiradi. Bitta insonni yuksalishi, maqtashga loyiq ekanligi haqida umuman gapirmaydi. Chunki Xudo bizga emas, biz Xudoga sajda qilamiz. Shuning uchun mana shu Injildagi ba'zi Xudoning prinsiplarini tushungan holda men Xudo menga gapirdi, Xudo unday qildi deb gapirayotgan odamlarning ko'piga ham men ishonavermayman. Bir ayol borar ekan jamoatda va u doim guvohlik berar ekan. Bugun menga Xudo gapirdi, ajoyib so'zlar aytdi.
Mana bunday bo'larkan, jamoatda mana bunaqa yuksalishlar bo'larkan, jamoatda bunday o'zgarishlar bo'larkan, har bir birodarlarimiz unaqa qilarkan, birodar opalarimizga bunaqa marhamatlar tusharkan deb. Keyin unchalik ham ko'ngillariga sig'dirolmas ekan. Chunki biz oddiy insonlarmiz, har doim ham bunday so'zlarni gapiradigan insonlarni sevavermaymiz. Bizlarga bu tushunarsizdek tuyuladi ba'zida. Kunlardan bir kuni shu ayolni shu gaplardan va shu guvohliklardan keyin cho'pon uni o'z huzuriga chaqiribdi. Va cho'pon shunday so'zlarni aytdi: "Qizim, bu safar yana tushimga agar Iso Masih kirsa, men 3 yil oldin qilgan gunohim bor. Agar u haqiqatdan ham Masih bo'lsa, u gunohim haqida u biladi. Agar so'rab, 3 yil oldin qilgan gunohim qanaqa ekanligini sen menga aytib bersang, men chin yurakdan ishonaman va jamoatda e'lon qilaman, bu sen ko'rayotgan mana shu tushlar bu Iso Masihdan va sen chindan ham Masihni o'z tushlaringda ko'ryapsan." Va ular xayrlashadi, ayol uyiga boradi. Shu vaqtdan keyin yana vahida tush ko'rishni boshlaydi va Iso Masihni ko'radi. A, Iso Masihga o'zining so'zlarini ajoyib dilqalb yormalarini u aytadi. Ular suhbatlashadi va shu vaqtda Iso men ketishim kerak degan vaqtda u shunday savollarni beradi: "Rabbiy, men jamoatda seni ko'rdim va sen bilan suhbatlashdim degan so'zlarimga juda ham ko'pchilik ishonmayapti. Shuning uchun menga bir cho'ponimiz shunday so'zlar aytdi. 3 yil oldin u qandaydir gunoh qilgan ekan. Uni faqat sendan boshqa hech kim bilmas ekan. Iltimos menga aytgin, u qanday gunoh edi? Men shu cho'ponga borib o'sha gunohning qandayligini aytay va o'sha jamoatda haqiqatdan ham seni ko'rganim ekanligi haqida ishonch bo'lsin." Iso Masih o'yladi. U boshini ushladi. U harakatlandi, yura boshladi, fikrlay boshladi, eslay boshladi va juda ham qiynalib ketdi. Ayol ko'rdi, juda ham eslashga qiynalyapti Iso va ayol aytdi: "Nima bo'lyapti, Rabbiy?" deganda, men eslolmayapman u qilgan gunohini." Degandan keyin, "Mayli, sen rosa qiynalib ketding, Rabbiy, men seni qiynashni xohlamayman. Mayli, eslamasang eslamay qo'ya qol, eslolmagan bo'lsang, bu unchalik ham muhim emas. Men nimadir isbotlashim bu muhim emas. Muhimi bu sen qiynalmasang bo'ldi." Va ertasi kuni aynan o'sha yig'ilish bo'layotgan vaqtda ayol bordi, cho'pon uni kutib oldi va cho'pon unga shunday so'zlarni aytdi: "Siz vahiy ko'rdingizmi? Yana Iso Masih bilan uchrashdingizmi?" Ayol aytdi: "Ha, uchrashdim. 3 yil oldin men qilgan gunoh haqida siz so'radingizmi va u javob berdimi sizga?" Va ayol tushuntirdi. Iso juda ham ko'p o'yladi. U harakatga tushdi. Eslashga juda ham harakat qildi. U qiynaldi. Lekin u eslolmadim. Meni yodimda yo'q degan javobni berdi. O'shanda cho'pon aytdi: "Sen chindan ham Iso Masihni ko'rgan ekansan. Chunki men o'sha gunohim uchun tavba qilgandim. Kalomda Xudo har bir tavba qilgan inson va Xudoga kelgan insonni gunohlarini Xudo hech qachon eslamasligini haqida gapirgan. Hech qachon. Shuning uchun kechirim va haqiqiy kechirim bu menga yoki boshqa bir insonga zarar keltirgan insonni har bir qilgan ishi va xatosini butunlay unutish. Agar inson kechirmagan bo'lsa, uning so'zlaridan bu kechirimsizlik yaqqol ko'rinadi va Iso Masih bergan ta'limot, muqaddas ruh berayotgan ta'limotga bu juda ham zid. Agar biz osmondagi otamiz ibodatini rostdan ham qilayotgan bo'lsak, demak yillar davomida Xudoni aldab yoki o'zimizni aldab kelyapmiz. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Demak, boshqalar qilgan xatolarni men unutgandek, sen ham kalom bo'yicha mening qilgan har bir xatolarimni unutgin. Kimki bugun hayotingizda sizga zarar keltirgan bo'lsa, uni kechiring. Yoki siz qanaqadir bir hayotingiz davomida kimgadir zarar keltirgan bo'lsangiz, kechirim so'rang.
Bugun o'tirdim, o'yladim, fikrladim. Erta tongdan bir joyga borishim kerak edi, bordim. U yerda aylandim va keldim va Xudo menga aytdi: "Ha, to'g'ri, ko'p jazo olgansan dadangdan, dadangni kechirding, bu haqida sen o'zi eslamaysan. A, dadang kelib turadi, mehr bilan kutasan, mehmon qilasan, ketasan, o'sha yotgan joyiga sen ham borib yotasan. A, ko'p vaqt o'tkazishga harakat qilasan, chindan ham sevding. Lekin yana bir muammo bor. Yoshligingda sen ham juda ham ko'p noto'g'ri ishlar qilib dadangni jahlidan chiqargansan va xuddi shunday sen ham dadangdan uzr so'rashing kerak." Va shunda hech ham o'ylab ko'rmagan ekanman-da. Faqat dadam tomonidan qilingan xatolarni o'ylab, o'zim qilgan xatolar, behurmatliklar, gapga kirmasliklar, injiqliklar, takabburlik, mana shu xislatlarni mendan chiqqan mana shu narsalarni o'zim o'ylab ko'rmagan ekanman. Shuning uchun astoydil harakat qildim va aytdim, yaqinda dadam keladi, dadamni quchoqlab, yuzlaridan o'pib, yurakdan, chin yurakdan men uzr so'ramoqchiman. Sababi men unutdim. Dadam juda ham ko'p meni jazolagan, juda ham ko'p urgan, juda ham ko'p qahr-qattiqlik qilgan. Bundan meni yuragim jarohatlangan, haqoratli gaplarni eshitganman. Ha, bu to'g'ri, lekin boshqa tomondan men shifo topdim Xudoda. Lekin boshqa tomondan o'ylasa, mana shu insonni jahlini chiqargan, mana shu insonni izdan chiqib menga qo'l ko'tarishiga sababchi bo'lgan mening qiliqlarim, mening tilim bo'lgan. Lekin buni zararini kimdir qoplashi kerak-ku. Ya'ni aynan men buni zararini qoplashim kerak. Ya'ni kechirim bu unutish bo'lsa, unuting. Hoziroq unuting. Uni ko'tarib yurmang. Boshqalarni yomonlash, boshqalarni aybini aytish orqali o'zingizni chiroyli, zo'r ekanligingizni ko'rsatishga harakat qilmang. Bu hech qachon marhamat yoki inoyat olib kelmaydi. Bilasizmi? Kalomda dadam endi iymonga kelganda, bu haqida guvohlik bergandim. Ya'ni dadam juda ham qarshi bo'lgan, Masihga iymon keltirib kofirlarning sherigi bo'lding degan va kunlardan bir kuni dadam to'shakka mixlanib qoldi, insult bo'ldi, chap qo'li, chap oyog'i ishlamay qoldi. Mana shunday vaziyatda dadamni Xudo yuragiga menga telefon qo'ng'iroq qilishini solganda, misol uchun biz 4 ta o'g'ilmiz, 4 ta o'g'ildan aynan 4 ta o'g'ilning ichida eng ko'p gapga kirmaydigan va ko'p tayoq yeydigan farzandiga shu inson qo'ng'iroq qilib, "Men yurolmay qoldim bolam. Meni mana shu o'ng qo'lim, o'ng oyog'im ishlamay qoldi" deb yosh boladek shu inson yig'laganda, "Dada, men ertaga Qashqadaryoga sizni oldingizga yetib boraman. Faqat ertagacha Iso menga shifo ber, Iso menga shifo bergin" deb ibodat qiling. Sizni bor ibodatingiz mana shu bo'lsin. Lekin borganimda tushuntiraman. Faqat mana Xudo yuragingizga menga qo'ng'iroq qilishni solgan ekan, mana sizga javob. Mana shunday ibodat qiling deganda va bordim. Borgan vaqtimda ham dadam Iso menga shifo ber, Iso menga shifo ber deb yotgan ekan. Uxlamasdan mana shu so'zni million marta takrorlaganman. Va men bordim, xushxabar aytdim, dadam qabul qildi va shundan keyin "O'rningizdan turing" deganda, bu inson o'rnidan turdi. Mana hozirgacha insultdan hech qanday asorat yo'q. O'ng qo'l ham, chap oyoq ham, chap qo'l ham sog'lom insonni qo'lida, oyog'iday va hech qanday asoratsiz mana hozir 72 ga kirdilar. Bemalol yurib, harakatlanib oladilar. Og'ir ham ko'tarib, mehnat ham qila oladi va shu mo'jiza sodir bo'ldi. Va mana shu insonni najot topishi, mana shu insonni Xudo yuragiga shu narsalarni solishi oqibatida kalomga mehr qo'ydilar. Juda ham kalomni yaxshi ko'rib qoldilar. Injil berdim, katta Injilni hech qancha vaqt o'tmay o'qib, qayta-qayta o'qib, deyarli yoddan biladi. Har bir so'z, har bir ibora, har bir chiroyli oyat, qaysi adresda, qaysi joyda, kim qachon tug'ilgan, bu narsalarga shunchalik ko'p o'qigandan yod bo'lib ketgan va kunlardan bir kuni shunday so'zlarni menga aytdilar. "O'g'lim, bilasanmi? Nuhning kichik o'g'lini qilgan aybi nimada? Nuhning kichik o'g'lining qilgan aybi bu ota avratini ko'rganda emas.
otaning avratini ko'rganini borib ikkita akasiga aytgani. Va kalomda shu joyini ochib o'qib ko'rgan vaqtimda aynan shu uchun u la'nat eshitadi. Ya'ni uning avratini akalariga borib aytganligi tufayli ham uning otasi uni la'natlaydi. Kimdir ayb ish qilsa, kimningdir aybi bo'lsa, uni ishtonni yechib tashlashi shart emas. Uning ishtoni yechilganligini birovga borib aytishib dardihol qilishingiz shart emas. Bunday vaziyatda shunchaki kichik o'g'il ota ustun yopib qo'yish kerak edi, xolos. Buni borib kimgadir aytishning keragi yo'q edi. Buni ovoza qilib, bu ma'lumotni bilmaydigan odamlarga borib yetkazishning keragi yo'q edi. Xuddi shunday kechirimsizlikning xavfli tomoni o'sha insonning ochilib qolgan avratini boshqalarga yetkazish. Sizning va mening tilim, mening yuragim Xudoning ulug'vorligi va Xudoga shon-sharaflar keltirish uchun xizmat qilish kerak. Kalom aytadi, yurasizmi, turasizmi, yeysizmi, ichasizmi, nimaiki qilsangiz Rabbingiz ulug'vorligi uchun qiling deydi. Kechirimsizligi bor inson u Xudo haqida gapirmaydi. U insonlarning kamchiligi haqida tinimsiz gapirishni boshlaydi. Va bu yomon. Bu yomon. Bilasizmi, Xudoning qudrati va Xudoning ajoyibligini nimada ko'raman? Men 18 yoshimda ham xato qildim. 6 yoshimda ham xato qildim. 10 yoshimda ham xato qildim. Men 19 yoshga to'lish davridagina tavba qildim xolos. Lekin Xudoga bu narsa xalaqit bermadi. Kalomda azalda Xudo meni tanlab olgani va ezgu ishlariga meni sherik qilgani yozilgan. Bilasizmi bu nima degani? Efesliklar kitobida yozilgan bu so'zning ma'nosi shuki, qilgan xatolarimga emas, balki ezgu ishlar qila olish qobiliyati bor ekanligiga Xudo ko'proq o'zining fikrini qaratdi. Menda kamchilik yo'qmi? Yoki sizda kamchilik yo'qmi? Yo'q, Xudo sizning kamchiligingizni sanab o'tirishni xohlamaydi. U muqaddas. U har biringizda ezgu ishlarni ko'ra olganligi uchungina siz shu yerdasiz. Xudo sizni gunohkor bo'lgan vaqtingizda yo'q ezgu ishlarga qodir inson deb topdi. Kechirimsizlik bu bilasizmi nimadan paydo bo'ladi? Insonlardagi noto'g'ri xatti-harakatlarni ko'p kuzatishdan boshlanadi. Bir professor dars o'tadi va shu dars davomida u 9 ta misolni juda ham ajoyib va yengil va juda ham yaxshi bir formula bilan yechib beradi va oxirida bitta xato qilganda butun bir o'sha yerdagi talabalar uning ustidan kulishni boshlaydi. Va o'shanda professor birozgina jim turadi, hamma o'zini bosib, kulgudan, mazaxdan to'xtaganda aytadiki, bu hayot shunday. Sen 9 ta masalani ajoyib yechasan, lekin birgina qilgan xatoing hammani fikrini jalb etadi. Bugun mana shu Xudoning kalomi sizning yuragingizni, meni yuragimni tubdan o'zgartirishi, o'tmish o'tgan bo'lishi va bugundan har kuni yangi bo'lishi kerak. Kecha nimadir bo'lgan bo'lsa, endi o'tmish bilan yashashning keragi yo'q. Iso bu kelajak bu. O'tmish o'tdi, kalom aytadi, o'tmish o'tdi, endi hammasi yangi. O'tmish o'tdi, endi hammasi yangi. Odamlar ko'rish kerak. Bizdagi o'tmish o'tganini va kelajakka umid bor ekanligini bizlarda ko'rish kerak. Va xuddi shunday ko'p muammo va ko'p kechirimsizlik o'sha ma'lum bir insonning qilgan xatti-harakatlarini oqibatida paydo bo'ladi. Kechirmaydigan inson bu odamlarni ko'p qilayotgan xatolarini kuzatuvchi inson. Bitta insonda faqatgina yomon holat, faqatgina yomon qiliqlar bo'lishi mumkin emas. Agar bittagina solih bo'lsa ham, sen shu shaharni omon saqlaysan deganda Xudo ha deb javob beradi.
5 ta bo'lsa-chi, aynan seni hurmating 5 ta insonni 5 ta inson uchun omon saqla. 4 ta bo'lsa-chi, 3 ta bo'lsa-chi, bir dona agar bir dona bo'lsa ham shu shaharni men omon saqlayman deydi. Nahotki o'sha biz ko'rayotgan bir insonda bir donagina yoki qanaqadir bir yaxshi bir fazilat bo'lmasa, o'sha tanlangan, o'sha Masixdagi bir ajoyib birodaringiz, birodar opangiz yo birodar singlingiz, birodar akangiz, o'g'lingiz ajoyib bir yoki lideringiz yoki cho'poningiz bir ajoyib xislati bo'lmasa. Bor, faqat biz uni ko'rishni xohlamaymiz. Bizni kechirimsizligimiz tez yangilanishning sababi ham shunda. Biz o'sha insonlarda ezgulik ko'ra olmaymiz. Xudo esa men 19 yoshimda qilgan gunohlarim, 18 yoshimda qilgan gunohlarim, quloqsizligim, bolalar bilan olishib ularni urishim, ularni xafa qilishim, bilasizmi? Bu narsalardan chetlab Xudo menda ezgu ishlarni ko'ra oldi. Xudoning meni hayotimga ezgu ishlarini ko'ra olish qobiliyati orqali bugun Xudoga hamd va sanolar yozyapman. Men ham chekkanman, men ham ichganman. Og'zimdan haqoratli pachaki gaplar umuman tushmasdi. Lekin hammasini Xudo chetga surib, Ulug'bekda men ajoyib xislatlarni ko'ryapman. Nima uchun ezgu ishlarga meni chorladi? Demak, men ezgu ishlar qilishga qobiliyatli va yuragimda ezgulik borligi uchun va Xudo shu narsani menda ko'rganligi uchun. Shuning uchun har bir insonda, har qanday vaziyatda biz ezgulikni ko'ra olishimiz kerak. Nima uchun? Chunki biz unchalik ham tushunmaymiz ko'p narsani, ko'p ruhiy masalalarni tushunmaymiz. Chunki men bu svet uchun, bu gaz uchun to'lov to'lamaganman. Shuning uchun uni qadrini, u uchun qancha ko'p ishlayotganligini men bilmayman. Xudo esa Masih orqali berilgan qurbonlik qanchalar dahshatli ekanligini u yaxshi biladi. Yaxshi biladi. Shuning uchun kalomda Xudo, Ota Xudo jon kuydirib har bir insonni kechirish, Rabbimiz ham har bir insonni kechirish kerak ekan. Pyotr keldi, uni jahliga Yuhanna tegardi. Yuhanna yosh edi, qiziqqon edi, gapirardi, piching qilardi. Bu narsa Pyotrga yoqmasdi. Pyotr juda yosh katta edi Yuhannadan ancha. Keldida aytdi, Rabbiy, necha marta buni kechirsam, keyin ta'zirini bersam bo'ladi deganda, Iso Masih aytayaptiki, 7 dan 70 karra kechirgan. Kechirmaslikka sertifikat bizga berilmagan. Kechirmaydigan inson qalbida juda ham katta muammo bor. Chunki aynan kechirim orqaligina biz Masihni qabul qila olamiz. Agar kechirimsizlik yuragimizda bo'lsa, Masihni biz qo'ymaymiz. Kechirimsizlik bu shunday qulfki, Iso Masihni yuragimizga yaqin ham yo'latmaydi. Ilgarilari qurbonliklar olib kelingan. Qurbonliklar olib kelinishining maqsadi gunoh uchun kechirim so'rash bo'lgan. Lekin shunchaki kechirim so'rash bu kamlik qilgan. O'sha kechirimni so'rashdan oldin qurbonliklar olib kelingan. Va undan keyin xalqning gunohi, oilada insonning shaxsiy gunohi va ular uchun kechirim so'ralgan. Lekin undan oldin albatta qurbonliklar keltirilgan bo'lish kerak. Hech kimning haqqi bo'lmagan shunchaki qurbonliksiz kechirim so'rashga. Kalom aytayapti. Meni gunohim yo'q desangiz, siz yolg'onchisiz. Agar gunohlaringiz uchun tavba qilsangiz, gunohingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar solih va haq bo'lgan Xudo, Rabbimiz tufayli har qanday gunohdan bizni poklaydi. Amin. Har qanday gunohdan bizni poklaydi. Ota, men gunohkorman, meni mana shu inson haqida gapiryapman, meni to'xtat. Amin. Xudo to'xtatishga qodir. Lekin siz to'xtashni xohlaysizmi? Agar biz boshqalarni gapirib maza qilayotgan bo'lsak, biz to'xta olmaymiz. Xudo katta to'lov berdi. Har bir inson uchun. Hech qanaqa narsa sabab bo'la olmaydi. Hech qanaqa narsa muhokama bo'la olmaydi. Xudo har bir insonni kechirishimizni xohlaydi. Kechirim esa shunchaki unutish. Shunchaki unutib yuborish. Xudo chunki bizlarni qilgan gunohlarimizni unutib yubordi. Bilasizmi? Yana bir kechirim bor. Bu shartli kechirim.
shartlar asosida qilingan kechirim. Hech qachon ko'nmang bunaqa kechirimga. Dovudni bir inson xafa qildi va Dovud o'g'liga o'sha inson Sulaymonga o'sha inson haqida gapirib o'tdi va uni omon qolmasligi kerakligini aytdi. Sulaymon u insonni chaqirdi va unga shart qo'ydi. "Ha, otamga qilgan yovuzliklaring, haqoratlaring yodimda. Kechirilding, lekin senga bir qo'yilgan shart bor. Agar Quddusni tark etsang, boshingdan judo etaman." Vaqtlar o'tdi. Oradan ozroq vaqt o'tgandan keyin uning ikkita quli undan qochib ketdi. U Quddusni tark etib, o'sha qullarni tutish uchun u chiqib ketdi va birozdan keyin qaytib keldi. Bu Sulaymonga bu xabar keldi, sababi Sulaymon bu vaziyatni kutib yashagandi. Uni olib kelishdi va unga qo'yilgan aybnomani Sulaymon aytdi va undan hech qanday so'z so'ramasdan uning boshini olib tashlashdi. Shartli kechirim bu kechirim emas. Men seni kechiraman, lekin bir shartim bor. Men seni kechiraman, lekin so'zi bu kechirmaganligini va hozir unga yetarlicha jazo bera olmasligini, lekin keraklicha ma'lumot olgandan keyin u qo'ygan xatodan keyin uni qattiqroq jazolashni maqsad qilgan, qattiqroq haqorat qilishni, qattiqroq uni hayotdan izdan chiqarishni xohlagan inson xuddi mana shu so'zni, mana shu taktikani ishlatadi. "Ha, men seni kechirdim, lekin senga shartim bor." Xudo hech qanday kechirimda shart qo'ymagan. Iso Masih mendan so'ramagan. Gunoh qilma. Gunoh qilmasang men Hojga boraman. Agar endi tavba qilib, endi gunoh qilmaslikka harakat qilsalar, keyin men Hojga boraman. Bunday so'zlar bo'lmagan. Men gunohkor vaqtimda, hali tug'ilmagan vaqtimda Iso men uchun o'lib bo'lgan edi. Va bu kechirim hech qanaqa shartlarga yoki bir qonunlarga asoslanmagandi. U Xudoning inoyati edi va uni Xudo shunchaki berdi. Hech qanday shartlarsiz, shunchaki berdi. Va Xudo bizdan ham xuddi shu narsani kutadi. Keling hozir bir kalomdan bir bobni, oyatni ochamiz. Matto 18-bob. 21-bob, Matto 18-bob 21-oyatdan o'qiyman. Shundan keyin Butrus kelib Isoga dedi: "Hazrat, agar birodarim menga qarshi gunoh qilsa, uni necha marta kechiray? 7 martami?" "Sizlarga shuni aytayin, 7 marta emas", dedi Iso, "balki 70 karra 7 marta." Shu sababli osmon shohligini bir shohga qiyoslash mumkin. Shoh o'z xizmatkorlari bilan hisob-kitob qilmoqchi bo'libdi. Hisob-kitobini boshlaganda uning huzuriga ming-minglab tilla tanga qarzdor bo'lgan xizmatkorni olib kelibdilar. Lekin qarz to'lashga qurbi yetmagani uchun shoh uni "O'zingni, xotiningni, bolalaringni va butun mol-mulkingni sotib qarzini to'laysan", deb buyuribdi. Xizmatkor shohning oyog'iga yiqilib, "Ozgina sabr qiling, hamma qarzimni to'layman", debdi. Xizmatkoriga shohning rahmi kelibdi. Shoh uni qo'yib yuboribdi, qarzdan kechibdi. Xizmatkor esa tashqariga chiqib, o'zidan va 100 kumush tanga qarzdor bo'lgan bir sherigini uchratib qoldi. Uni yoqasidan olib, "Qarzingni to'la", deb bo'g'a boshlabdi. Sherigi esa uning oyoqlariga yiqilib, "Ozgina sabr qiling, qarzimni to'layman", deb yolvoribdi. Ammo u ko'nmabdi. Qarzini to'lamagani uchun zindonda yotasan, deb sherigini qamatib qo'yibdi. Boshqa xizmatkorlar yuz bergan voqeani ko'rib xafa bo'ldilar. Shohning huzuriga borib, hammasini aytib berdilar. Shunda shoh xizmatkorni huzuriga chaqirib, "Ey yaramas xizmatkor", debdi. "Menga yolvorganing uchun barcha qarzingdan kechdim. Men senga rahm qilganimda sen ham sherigingga rahm qilsang bo'lmasmidi?" G'azablangan shoh xizmatkorni zindonbonning qo'liga topshirib, "Hamma qarzini to'lamaguncha unga azob beringlar", deb buyurdi. Amin. Agar biz bu yerda e'tibor bersak, minglab
tillo tanga qarz bo'lgan inson 100 kumush tanga qarz bergan inson va shoh haqida Iso Masih shaxsan o'zi bu narsani aytyapti. Demak, Iso Masih shaxsan o'zi agar bu so'zni aytgan bo'lsa va Injilda qizil harflar bilan yozilgan bo'lsa, bu demak bizning hayotimizdagi eng muhim bo'lgan so'zlar. Muhokama qilinmaydigan va uni to'liq amalga oshirishimiz kerak bo'lgan, buning mag'zini chaqishimiz kerak bo'lgan so'zlar. Bir oylik biz ishlayotgan kundalik oylikning bir oyligiga qarz bo'lgan. Bu kechirilgan insondan kechirilmagan inson. Lekin shoh kechirgan inson minglab tillo qarz bo'lgan, bu juda ham hozir ham misol uchun 100 kumush tangani bera olasiz. Bitta oyligingiz bu yetadi. Chunki men o'sha bozorda ham ko'rdim. Bitta kumush qoshiq 45 ming turar ekan. 450 ming so'mga men 10 ta qoshiq olishim mumkin. 10 ta qoshiqdan 100 ta bemalol tangani urib chop etsam bo'ladi. Lekin men tillo qoshiqni 450 ming so'mga eng kichkinasini ham ola olmayman. Shoh minglab qarz bo'lgan, juda ham katta qarzdorlikka 10 yil ishlab ham to'la olmaydigan pulni kechyapti. Bu inson esa bir oylik ish haqqini kecha olmayapti. Xuddi shunday biz ham Xudodan juda ham katta qarzimiz bor. Chunki har bir qilingan gunoh bu Xudoga qarshi qilingan isyon edi. Lekin biz to'la olmaydigan va muqaddaslik haqida o'ylab ham ko'ra olmaydigan darajada bo'lgan vaqtimizda Xudo bizga bu imkoniyatni berdi. Shohlarning shohi bo'lgan Iso Masih bizlarni afv etdi va har bir gunohimizdan o'tdi. Endi esa bizga qarshi gunoh qilgan har bir insonning gunohi bu aslida bir oylik arzimas qiymatga teng ekanligini esa ko'rsatyapti. Xudo bizni ko'proq kechirdi. Shuning uchun sen bizni kechirgandek biz ham mana shu bizga qarshi gunoh qilganlarning gunohini kechiraylik degan gapingizda bu ikkalasi ham bu ikkita kechirim bir-biriga xos bir degani emas. Xudo ko'proq kechirdi. Biz esa arzimagan narsalarni kechirishimiz kerak xolos. O'rtog'im Xudo rahmatli, unda donolik fazilatlari bor edi. U doim shunday shunaqa derdi. Iymonda hali yosh bo'lgan vaqtimda u shunday so'zlarni aytardi. Men ham xohlardim shu so'zlarni yodingizda tuting. Odamlar bizlarga o'xshamaganliklari uchun ularni hukm qilishga bizning haqqimiz yo'q. Har qanday vaziyatda ham odamlar bizlarga o'xshamaganliklari uchun ularni hukm qilishga, kechirmaslikka yoki boshqa bir xislatlar bizda tug'ilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Azizlar, Xudo sizlarni sevadi. Bu shunchaki kalomda yozilgan qora harflar emas. Bu ruhiy ma'noda va ruhiy boyliklar. Xudo bizni chindan sevdi. Chindan bizning katta gunohlarimiz va qarzlarimizni kechib yubordi. Kechira olish qobiliyatiga ega bo'lgan insonlar boshqalarda yaxshi xislatlarni va boshqalarda yaxshi fazilatlarni ko'ra oladigan insonlar. Farzandingizga qarang. U farzandingiz har qanday vaziyatda ham nima qilsa ham siz unda yaxshi xislatlarni baribir ko'raverasiz. Boshqalariga ham xuddi shunday bo'lishingizni Xudo xohlaydi. Farzandi qo'l ko'targan otalarni bilaman. Onalarni bilaman. Farzandi ichadigan, nasha chekadigan dunyoviy odamlarni bilaman. Lekin farzandini yaxshi tomonlarini gapiradi. Yaxshi tomonlarini o'sha kechirmasdan yurmaydi. Birdaniga kechirib ketaveradi, birdaniga yaxshi ko'rib ketaveradi. Biz ham birodarlarimizni, yaqinlarimizni tezda qilgan xatolarni unutishimiz kerak. Bizning o'zimiz farishta emasmiz-ku. Bizda xatolar yo'qmi?
boshqa bir insonni xatosini sarf hisob qilguncha o'zimizdagi kamchiliklarni tuzatishga agar vaqt sarflaganimizda suvni ustiga davnim-davno yurib ketgan bo'lardik. Bizga boshqalarni gunohini, xatosini, hisob-kitobini olish buxgalteriyasi berilmagan. U Isoni qo'lida. Butun bir hokimiyat, hukm qilish hammasi uning qo'liga topshirilgan Ota Xudo. Endi unga kimdir chiqib olib, menga ham bering deyishi bu unchalik ham tushunarli emas. Shu sababdan qanday me'yor bo'lishidan qat'iy nazar, nima bo'lishidan qat'iy nazar har bir insonni kechirishingiz kerak. Juda ham ko'p gaplar izi to'xtamaganligi, izini o'chmaganligini sababi aybdor odamlar emas, biz kechirmagan odamlar emas, bizning tilimiz. Bu til Xudo haqida emas, boshqa haqida ma'lumotlarni sochganligi. Bu ma'lumotlar aylanib o'zbeklarda ajoyib bir so'z bor. Gap egasi gap egasini baribir topadi. Siz boshqa insonni yomonlaysiz, bu gap aylanib qaysidir og'zi bo'sh odam orqali egasiga yetib boradi va u yana nimadir deydi, u aylanib kelib sizga keladi, keyin siz qaror qilasiz, ha, u men haqimda gapirishdan to'xtamabdi. Yo'q, siz og'zingizni yummadingiz shunchaki. To'xtashni bilish kerak. Bu ikkita hayotimda shunday bir vaziyat bo'lgan. Beshariqdan bir opa bor edi va xuddi o'sha yoqdan ikkita opamiz bor edi, 3 kishi. Ularning ismini aytishim shart emas, sabab ular o'zgarib ketdi. Hozirgi u insonlar u bir-biriga oldingi insonlardan farq qiladi. Ular juda ham kechirimli, mehribon va juda ham mehmondo'st. Ular mening yaqin do'stlarim. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Borganimda ular iymonda yosh edi va siz palonchi opani taniysizmi dedi. Ha, taniyman deganimda og'zi ko'pirib rosa yomon fikrlarni aytdi. Tingladim. Tinglab bo'lgandan keyin bilmadim, lekin bu inson siz haqingizda hech narsa degani yo'q. Keyin u opani oldiga bordim va u opa ham qayerdan kelsa, men shu opalarning oldiga keldim. Va u opa ham og'zini ko'pirtirib rosa ular haqida shunaqa ma'lumotlarni aytdi. Lekin keyin men aytdim, yo'q, u ham siz haqingizda yomon ma'lumotlar aytgani yo'q. Bilasizmi? Keyinchalik ular bir-birini yaxshi ko'rib, opa-singilday bo'lib ketishdi va o'shandan keyin ular bir-birini ko'rmasa turmaydigan bo'lib ketishdi. Mana shunday yaqin bo'lib ketishdi. Bilasizmi, mana shu o'rtadagi inson muqaddas bo'lmasa, hamma yog'ini abjag'ini chiqarib yuboradi. Kalom aytadi eski vaqtda, Qonunlar kitobida, orangizda, to'xtang, kechirasiz, orangizda emas, xalqim orasida gap tashuvchilar bo'lmasin. Mening xalqim orasida gap tashuvchilar bo'lmasin. Nuhning o'g'li ko'rgan avratni u tashimasligi kerak edi. Xudoning xalqi, Butrus 2-bob 9-oyatni o'qisangiz, sizlar tanlangan ruhoniylar va Xudoning qavmi ekanligingiz haqida Pyotr aytib o'tadi. Ta'kidlab o'tadi. Endi Xudoning xalqi ekanmiz, shu qonunlardagi shu oyatlar bizga ham tegishli. Gap tashuvchi bo'lmang. U aytayotgan gapingizni har xil gaplar bilan gul va gulchambarlar bilan bezashga harakat qilmang. Kechiring. Agar siz kechirsangiz, siz hammani ko'z o'ngida eng kuchli insondek ko'rinasiz. Agar boshqa insonni ayb gunohlarini o'sha inson xato qilib ko'nglingizga tekkan vaqti ham uning avratini ochmaslik, bu eng kuchli irodali insonning ishi. Ruhan kuchli bo'lishni xohlasangiz, qudratli bo'lishni xohlasangiz, boshqalarning avratini tinch qo'ying. Boshqalar kamchiligini tinch qo'ying. Mana shu ikkita bir joydan bo'lgan birodar opalar bir-biri haqida yomon gapirganda men ularning gapini toshimadim. Balki ular haqida yaxshi fikr. Mana hozirgacha ular ajoyib munosabatda. Va xuddi shunday yana bir voqea bo'lganda, ikkita inson haqida bo'layotgan vaziyatlarda u aytayapti, meni qaynonam hech ham men orqamdan gapirishdan to'xtamaydi dedi. Keyin men aytdim, opa, siz necha yil iymondasiz? Shuncha yil.
Mana hozir keldingiz, qaynonangizni rosa menga yomonladingiz. Agar men og'zim bo'shliq qilib borib qaynonangizga shu so'zni yetkazsam, u qaynonangiz yana sizni yomon ko'radi va yana ortiqcha gaplar gapiradi. Bilasizmi shuni? Lekin hamma ham Ulug'bek degani emas. Suyunchiga shoshadigan tillar qancha ekanligini bilasizmi u dunyoda? Shuning uchun keling. Hozir to'xtang. Siz aytgan so'zlarning javoblari bir necha oy yana keladi. Lekin sizga tashib kelgan odam yoki sizga shu xabarlar kelgan vaqtda bu narsaga sovuqqonlik bilan javob bering va bu narsalar bilan ishingiz yo'q odamdek o'zingizni tuting. Va qaynonangiz haqida hech narsa demang. Ko'rasiz, ozroqgina chidab bersangiz, tilingizga erk bermasangiz, qaynonangiz bilan apoq-chapoq qilib ketasiz. Xuddi shunday 3 oydan keyin qarasam, birga bozorga boradi, birga kafega boradi, bir-birisiz yasholmaydigan ikkita insonga aylanib qolishdi. Nima uchun bilasizmi? Biz birovlar haqida gapiramiz, avratini ochishga harakat qilamiz. Ular ham o'zining avratini yopishga harakat qiladi. Zashitniy reaksiya deydi buni o'ris tilida. Va ular ham keyin biz haqimizda ma'lumotlar berishni boshlaydi. Biz ularga gapiramiz, ular bizga gapiradi, biz ularga gapiramiz, ular bizga gapiradi. Mana shunday hech qachon bu kechirimsizlik to'xtamaydi keyin. Hech qachon to'xtamaydi. Shuning uchun agar muammo bo'lsa biron bir inson bilan u nimaiki deyishdan qat'iy nazar siz ham iymoningizni saqlang. Iymonda mustahkam ekanligingizni, Xudo siz bilan ekanligini ko'rsating. Ana o'shanda insonlar, dunyoviylar biz haqiqatdan ham Isoning shogirdlari va Ota Xudoning farzandlari ekanligimizni ko'rishadi. Agar biz dunyoviylarga o'xshab yashaydigan bo'lsak, bizda hech qanday nur yo'q va hech qanday ilohiy fazilat yo'q. Ko'plar aytadi, men bunday qildim, meni kamtarligim mana bu ishimda, meni zo'rligim bu ishimda. Men bilasizmi? To'g'ri men hali yoshman, ja yosh emasman, 42 ga kirdim. To'g'riroq aytganda men ham ahmoq emasman. Solihlik, kamtarlik nima ekanligini juda ham yaxshi bilaman. Solihlik va kamtarlik Iso Masih bizlarga aytgan va Ota Xudo kalom orqali aytgan so'zlarga amal qilish. Iso Masih solih va kamtar bo'lib, to'liq Xudoga hochdagi o'limgacha u itoat etdi deb yozilgan. Ya'ni mana buni kamtarlik deb hisobladi. Mana buni Xudoga itoat deb hisobladi. U ko'chada dunyodagi bo'layotgan prinsiplar umuman menga qiziqmas, u odamlarga ham qiziqmasda. Agar biz odamlar biz bilan suhbatlashib maza qilishlarini xohlasak, biz kirgan davralarda odamlarning bahri dili ochilishini xohlasak, bizni yomon ko'rmasliklarini xohlasak, biz bugundan tilimizga egalik qilishimiz kerak. Kechirimsizlik tilning eng noto'g'ri tomonini ochib yuboradi. Til umuman Xudoga ma'qul bo'lmagan so'zlarni so'zlashni boshlaydi. Til Xudoga endi xizmat qilishdan to'xtaydi. Shuning uchun juda ham muhim boshqa bir insonni kechirish. Agar siz kechirmasangiz, tun kun o'sha inson haqida gapirasiz. Xudo haqida emas. Aynan o'sha inson yuragingizni egallay boshlaydi. Xudo emas. Shuning uchun juda ham muhim atrofdagi kechirimsizlik. Juda ko'p odamlar bilan gaplashaman, ko'p iymonlar bilan gaplashaman. Global muammo emas-ku kechirish. Meni ham boshimdan juda ham ko'p muammolar o'tdi. Kechirdim, qo'ydim. Men erkin yashayapman. Ozod yashayapman. Tinchgina ishimga boraman, mazza qilib oilam bilan o'tiraman. Bilasizmi, kechirimsizlik bu sizni izdan chiqarib yuboradi. Oilangizga tinchlik bo'lmaydi. Bu oilangizga umuman aloqasi yo'q insonni kechirmasangiz ham oilangizda siz orqali, sizning ta'siringiz orqali, sizning jahl qilishingiz, kesatishingiz, yana allan bir qiliqlar orqali notinchliklar bo'ladi. Ko'chaga siz o'zingizni iymonli ko'rsatishingiz mumkin, lekin yaqinlaringiz bu ko'p ham unday emasligini o'zi anglab yetishadi. Shuning uchun bizni iymondagi hayotimiz, solih hayotimiz, Xudoga itoatimiz bu Xudoning aytgan so'zlariga amal qilishimizdan boshlanadi. Odamlarga yoki jamoatda o'zimiz chiroyli ko'rsatishdan emas. Juda ham muhim iymonli inson sifatida har bir insondan kechiramiz. Hech kim bizga dolzarb emas.
Akam menga dolishini qaramaydi, singlim menga dolishini qaramaydi. Men kasal bo'ldim, katta xolam menga pul o'tkazib bermadi. Nimaga unaqa deysiz? Nahotki kalomda odamga umid qilgan la'nati bo'lsin degan so'zlarni o'qimagan bo'lsangiz. Nahotki qudratli Xudo shu kamchiligingizni to'ldirishiga qodir deb o'ylamasangiz. Nolishdan ko'ra Xudoga muammoni berish bu osonroq-ku. Agar biz nolimasdan o'sha kamchiliklar, o'sha narsalarni egasiga bersak, bilasizmi, u qanchalar bir ajoyib bo'ladi. Men bir yaqin bir menga yaqin insonlar safi bor. Bu xizmatda boshqa joyda, chunki lekin menga alohida hech kimni men yaxshi ko'raman deya olmayman. Chunki har bir masihiy insonni kamchiligi yoki kamchiligi bo'lsa bo'lmasa hammasini birdek sevaman. Chunki har biri uchun bitta to'lov to'langan. Isa Masihning muqaddas qoni. Lekin ko'proq mulohat qiladigan insonlar bor va o'sha insonlarning biri haqida gap ketganda bir inson shunchaki gapirmadi, yomon gap gapirmadi. Shunchaki yuzini jiyirdi, menga yoqmadi. Va qanchalar aytkim kelyapti o'sha insonga. Ey inson, borib shu insondan kechirim so'ra. 3 yil oldinmi, 10 yil oldinmi nimadir qilgansan, lekin bu uchun uzr so'ramagansan. Bu inson yuragiga qolib ketgan. Kechirim so'rash, borib o'sha insonni oldidan o'tib qo'yishing bu juda ham muhim degim keladi. Shuning uchun bilasizmi? Yuragingizda to'riga qarang, kimni xafa qilgansiz. Yuragingizni tubiga qarang, qanaqa qiliqlaringiz bo'lgan o'zingizda. U mendan kechirim so'rasin deb yashamang. Siz kechiring. Yoki o'sha o'tmishda kimnidir juda ham bir jag'iga tekkan bo'lsangiz, g'ashiga tekkan bo'lsangiz va yuragiga qolgan bo'lsa, bu sizning vazifangiz, qurbonligingizni qurbonga holdiga qo'yib, undan keyin Xudoni huzuriga kirish. Albatta qo'ng'iroq qiling, ayting, men yaxshi inson emasdim, lekin Xudo menga xizmat berdi. Men Xudoga xizmat qilyapman. Va endi men o'zgarishni va yuragim Xudo aytgandek ezgulikka to'lishni, Xudo menda yo'q narsalarni va men gunohkor vaqtimda yo'q, menda ezgu ishni ko'ribdi va ezgu ishlar shu meni chorlabdi. Shuning uchun men haqimda bo'lgan fikrlaringiz o'zgarishini xohlayman. Meni kechiring. Men noto'g'ri ishlar qildim o'sha vaqtda deb kechirim so'rab olishingizni juda ham xohlardim. Har biringizni sevaman. Xarakteringiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Har biringiz men uchun qimmatlisiz. Chunki biz shunda ham ozchilikmiz. Yana bir-birimiz haqimizda noqulay so'zlarni aytsak, bu Xudoni o'sha qalb yuraklarini xursand qilarmidi? Qizim keladi ba'zida o'g'limdan olaydi. O'g'lim keladi ba'zida qizimdan olaydi. Keyin tushuntiraman-da, ey inson, qanaqa qilib nima chora ko'rishimni xohlaysan? Adamini bering deydi. Adamini bera olmayman, u meni qizim deyman. Qizimga aytaman, uzr, u meni o'g'lim, uni adabini bera olmayman. To'g'ri, jazolashimni xohlaysizlar. Bu orqali sizlar xursandchilik ola olmaysizlar baribir. Xuddi shunday biz Xudoni huzuriga kelgan vaqtimizda biz xohlaymiz avariya bo'lib o'lishini, yuragi to'xtab qolishini, shu orqali mana men qanday insonman deyishni. Bu satanizm deydi buni. Siz tufayli kimnidir o'lib ketishi, bir muammoga kirishi, bu jinparastlik deydi buni. Dushmaningizni sev deydi Xudo. Tushunyapsizmi? Dushmaningni sev deydi. Agar faqat o'sha bizga yaxshilik qilgan insonlarni sevsak-da, yomonlikni qilgan insonlarni seva olmay qolsak, bunda ilohiy hech qanday sevgi yo'q. Undan keyin yaxshi bitta qonun qoida bor. Siz birov haqida nolidingizmi? Men juda ham yaxshi bilaman, demak siz meni ham ortimdan gapirgansiz. Bu shunday ruhiy qoida bu. Siz kimdandir nolidingizmi menga? Men juda ham yaxshi bilaman, siz meni ham ustimdan kimgadir noligansiz. Siz kimdandir norozimisiz? Bu dardni menga aytdingizmi? Demak, meni ham qaysidir ishim uchun siz norozi bo'lasiz. Bu shunday urug' bu. Bu ekiladi, o'nib o'sadi va hosilini beradi. Gap tashayotgan inson siz haqingizda ham gapiradi. Shuning uchun keling do'stlar, shunchaki tavba qilaylik, bir-birimizdan gaplashganda keling ruhiy mavzularda gaplashaylik. Bu meni quvontiradi.
ruhiy maslahatlar bu meni quvontiradi. Kalomdan oyatlar, mulohaza qilish bu meni quvontiradi. Kimnidir nimadir qilgani menga umuman qizig'i yo'q. Bilasiz nima uchun? Chunki u uchun taroziga Iso turib beradi. U emas. Yaqinda bir rolik ko'rdim va shu bilan yakunlamoqchiman so'zimni. Bir nechta inson turibdi va tarozi turibdi. Tarozida birdan 100 gacha bo'lgan og'irlik va 50 dan buyog'iga osmon shohligi deb yozilgan. Bu odamlar kelyapti, ularga papka berilgan va shu papkani o'sha tarozini oldiga turgan farishtami, Pyotrmi, bu kimgadir havoriylarmi bilmayman, bir inson o'sha rolni o'ynagan va o'sha insonga beryapti papkani va u taroziga chiqishini buyuryapti. Va taroziga chiqqanda tarozi o'ngga ko'tarildi va yana tushib ketdi va unga chap tomonga borishing kerak ekan deb uni zulmatga jo'natyapti. Ikkinchisiga ayol keldi va ayol ham aytayapti, men juda ham savob ishlar qildim, axir savob ishlar bilan osmon shohligiga kirish mumkin-ki, men yaxshi inson bo'lib oldim deyapti va unga papkani tutqazyapti. To'g'ri, yaxshi ishlari ko'p, lekin u taroziga chiqishini buyurganda taroziga chiqdi, 15 ni ko'rsatdi va yana oxiriga tashlab yubordi. Va undan keyin uchinchi bir insonni keldi va u papkani bunga tutqazdi va u aytdi, men iymonliman deb aytgandan keyin u inson aytayapti. Papkani ko'rib taroziga chiq deganda, u inson endi taroziga chiqaman deb aytdi. Men senga aytmayapman. Men Iso Masihga aytayapman. Va Iso Masih o'sha inson o'rniga taroziga chiqdi. Tarozi ko'rsatilgan 100 dan ham og'irroq ko'rsatdi. Va o'sha insonga aytdi. Kechirasiz, siz nurga borishingiz kerak ekan deb. Men taroziga chiqmayman. Men o'rnimga Iso chiqib bo'lgan. Xuddi shunday har bir iymonli inson uchun ham Iso Masih to'lov to'lagan. Siz aytayotgan arzimas gaplar va siz aytayotgan arzimas kamchiliklar uchun to'lov to'liq to'langan. Agar norozi bo'lsangiz, marhamat Iso Masihning oldiga boring va u haqida u hisobot beradi. Siz yomon ko'rgan inson uchun ham taroziga Iso Masih chiqadi. Biron bir insonni iymonidan shubha qilsangiz, tanlanganidan shubha qilsangiz, demak Iso Masihni aynan o'sha uchun xochda jon berganida xato bor deb e'lon qilganingiz bilan barobar. Bu xavfli. Keling undan ko'ra osongina shu insonni kechirib qo'ya qolaylik. Keling azizlar, ibodat qilamiz. Yaratgan egam, Rabbiy, sen ajoyibsan. Sen har bir inson uchun to'lov to'lading. Azobda o'lding, qiynalding. Yana qayta tirilding. Yana shu yovuz dunyoda bir necha kun qolding. Ibodatni o'rgatgan shogirdlaringga aynan kerakli so'zlarni ayting va bularning orasida kechirim ham bor edi. Osmondagi barhayot Ota, muqaddas noming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi yerda ham sening irodang bajo kelsin. Kundalik rizqimizni bergin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin deb biz yolg'on gapirmaylik, Ota. Bugun birodarlar haqida yaxshilik so'zlar so'zlaylik. Farzandlarimdan xafa bo'lmayman. Svetlarni o'chirishmasa, gazlarni o'chirishmasa. Chunki ular tushunishmaydi. To'lov qiyin. 900 ming, 800 minglab svet gaz uchun to'lash qiyin menga. Lekin ular bemalol rohatda yashab bu narsalarni ishlatyapti. Ular baribir tushunmaydi, chunki ular to'lamaydi. Xuddi shunday, men inoyatda, marhamatda to'lib yashayapman. Xursandchilikda to'kin yashayapman. Tinchlikda yashayapman. Yuragim tinch, meni hech narsa bezovta qilmaydi. Men seni nomingni ulug'lab, Xudovandim, yashashni va seni sevishni xohlayman. Lekin atrofda bo'layotgan voqealar meni qiynaydi.
Men o'zim farishta emasman-u, lekin hammani muhokama qilishga tayyorman. Bizning hayotimiz geometriya teoremasi emas, uni hisob-kitob qilib, uni muhokama qilsak. Boshqaning ham hayoti xuddi shunday geometriya teoremasi emas, uni muhokama qilish uchun. Xudovand kuch bergan har birimizga, biz har bir insonni kechiraylik. Menga yaqin bo'lgan ba'zi do'stlarim olamdan o'tdi. Mana endi qaytmaydi. Har kun yaxshi so'zlar aytgim keladi. Har kun uni bir ajoyib ekanligini aytgim keladi. Endi ular qaytmaydi. Xuddi shunday kunlar, yillar o'tib, biz ko'rgan, biz tanigan insonlarning hammasi dunyodan o'tib ketadi. Hozir imkon bor ekan, Xudovandim, yaxshi so'zlar aytaylik. Kerakli so'zlarni bergin. Menda hech qanday asos yo'q. Men kimnidir yomonlasam, men yomonlagan inson ham ruhiy. U yaxshi biladi. Men uni ham muhokama qilishimni. Kalomda meni xalqim o'rtasida gap tashuvchilar bo'lmasin degansan. Xudovandim, mana shu gap tashuvchilar kechirimsizlikda yurgan insonlarni kechirimsizligini boqib yuradigan odamlar. O'zing Xudovandim, donolik bergin. Odamlarning gapi bir quloqimizdan kirib ikkinchisidan chiqib ketsin, og'zimizdan emas. Agar biz sog'lik bo'lishni xohlasak, Xudovandim, seni kalomingga, seni so'zlaringga albatta rioya qilishimiz kerak. Rabbiy, rahmat senga. Rahmat, boringga shukr. Sen mana shunday azobli, eng qimmatli meni qarzimdan kechding. Men buni qadriga yetib olishim va sen bergan o'rnakni hayotimga tatbiq qilib olishim uchun menga kuch berayotganingdan minnatdorman deb ayta olishim uchun har kun meni marhamatlagin. Tilimni muqaddas moying bilan moylagin. U seni o'z taxti uzra ulug'vor bo'lgan Ota Xudoni maqtashga, Rabbimiz Iso Masihni har qadamda ulug'lashga xizmat qilsin. Insonning yuragi nima bilan to'lib toshsa, tili ham shu bilan, so'zlari ham shu bilan to'lib toshadi. Nafrat bilan yashamaylik, kechirimsizlik bilan yashamaylik. Ota Xudo o'zing yetaklagin, o'zing to'ldirgin Xudoyim. O'zing shunday qilginki farzandlaring o'rtasida sening sevging bo'lsin. Bu ajoyib amr edi. Men sizlarni qanday sevgan bo'lsam, sizlar ham bir-biringizni xuddi shunday sevinglar deb sen aytding. Bu iltimos emas edi, Rabbiy. Bu sen tomonidan berilgan yangi amr edi. O'zimizni prinsiplarimizni, o'zimizning dunyo qarashlarimizni, dinparastliklarni, har xil shakkokliklarni Xudovandim tashlaylik endi. Va hammani kechirib, erkinlikda yashaylik, tutqunlikda emas. Seni noming ulug'lansin. Har bir farzandlaring o'rtasida Rabbimiz Iso Masih bo'lsin, g'iybat emas. Matta 18:20 da yozilgandek, 2-3 kishi yig'ilgan vaqtda aynan Rabbimiz ular orasida bo'lsin. G'iybat emas, kechirimsizlik emas. Seni noming ulug'lansin, Rabbiy, va hamisha bizning tillarimiz sen haqingda gapirsin. Kechira olishimiz uchun sen muqaddas ruh berding. Bizga endi boshqa narsa kerak emas. Faqat xohish bo'lsa bas. Biz xohlaylik bu narsani. Ota Xudo, minnatdormiz sendan har bir vaqt uchun, ezguliging, tinchliging uchun. Sen eng qabihlikka botgan davrimda menda ezgulikni ko'rding. Kechirimsizlik bu boshqa insonda ezgulikni ko'ra olmaslik qobiliyati. Sen esa azaldan meni tanlab olding. Ulug'bek ezgu ishlarga qodir deding. Fariza ezgu ishlarga qodir deding. Mohira opa ezgu ishlarga qodir deding. Binafsha opa, Qahramon aka, Hayotxon opa, Zahida opa, har birimizni sen ko'rding, quvonding, halovat topding deb yozilgan. Halovat topdi Ota Xudo deb yozilgan. Chunki mana shu ezgu insonlarni sen orqali ezgulikni qilishni sen xohlading. Yovuzlikni emas. Sendan minnatdormiz. Seni tanloving hamisha ajoyib. Meni tanlaganing uchun emas, sen ana shu insonlarni, jamiki masihlarni tanlaganing bu sening ajoyib ishing.
Men aynan boshqalarni tanlagan vaqtingda quvonaman. Boshqalarni tanlangan ekanligini ko'rsam sevinaman. Chunki sening tanloving bu eng to'g'ri va eng muqaddas. Noming ulug'lansin, Ota Xudo. Minnatdormiz sendan. Rabbimiz Iso Masih nom bilan. Amin.